Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, parvozlar, hamma sog'likmi? Musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'likmi? Yurt tinchmi? Sog' salomat yuribmisizlar? Musofirdagilar pulga to'lib toshib kelgaysizlar, parvozlar, xo'rozlarimiz utib chempion bo'lib yuraversin birgalikda. Aka-ukalar, bugungi videomiz parvozlar uchun bo'ladi. Şu mavzu tanlaganda aka-ukalar shu savollar, Telegramdagi savollar nimadan muhokama ko'p bo'lib turibdi. Shularni o'ylab, inobatga olib bir video ishlayman-da ishlaganda. Endi aka-ukalarimiz parvozlarimiz tomonidan shu xo'rozni davrada o'ynagandan keyin bu nimalarga e'tibor berish kerak? Menda ko'p aka-ukalarimiz shu xo'rozlarni o'ynagandan keyin davrada o'ynaydimi, uyda shunchaki bekorchi qiladimi? O'ldirib qo'yish, bu xo'rozni nogiron qilib qo'yish holatlari, xullas o'yindan keyingi asoratlar, xo'roz nobud bo'lishi, shular haqida oldini olish, shular haqida gaplashamiz. Hozir ishim ham qilaman, videoni ham syomka qilaman. Bitta o'q bilan ikkita do'ngizni uramiz aka-ukalar. Ham ishim qilaman. Kimga bo'lsa tomosha, kimga bo'lsa maslahat, kimga bo'lsa bir dam olish videosi aka-ukalar. Bo'lmasam ketdik. Xudo shu jo'jalarni yaylovga qo'yib, xudo xolasa nima qilamiz? Aka-ukalar, bugun televizordan o'chirib beradi. Kecha qoldik, soat 6 bo'ldi. Men o'zi odatda shu 5 larda chiqib nima qilaverdim? İşlerini qilaverdim. Bugungi mavzumiz xullas parvozlar uchun dekan xo'rozlarni davrada o'ynagandan keyin aka-ukalar. Bu e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'ta darajada. Avvalambor bu yerda hozir aka-ukalarimiz tarafidan kuzatilib turgan narsa yosh jo'jalarni urishtirish. Farqat aka jo'jani bir bekor chiqilgan edim. Oyog'i bunday bo'lib turibdi, oyog'i bunday bo'lib turibdi. Aka-ukalar, yosh jo'jani urishtirish mumkin emas, umuman. Aka-ukalar, birinchi ishimiz inkubatorni qaraymiz. Hammasi normal holatdami? Hammasi joyida. Jo'jalar chiqib turibdi. Biz jo'jalardan bir tomosha qilib beraylik. Turib. Aka-ukalar, jo'jalar chiqdi 50 ta tuxumdan. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane tuxum urug'lanmagan aka-ukalar, urug'lanmagan tuxum panarik bilan teshkirib qo'yibman. Bu urug'lanib nobud bo'lgan, yana qolgan chiqqan jo'ja. Bu bitta klientimizniki. Meniki emas aka-ukalar. Mijoz deydimi? Mijoz. Bugun chiqib turibdi. Xullas, atalanmagani ko'p ekan. Endi bu yerda atalanmaslikka nima sabab? Bu xo'rozga ham, tovuqqa ham bog'liq narsa-da, aka-ukalar. Mavzuga qaytamiz. Yosh jo'jalarni urishtirish qo'yish holatlari. Aka-ukalar, yosh jo'jalarni urishtirmanglar. Umuman iloji bo'lsa bir jundiga ham urishtirmanglar. Nimaga? Sababi bu yengil vaznli xo'rozlar, masalan, shu 12 oyda yetiladi bu yengil vazn, tez yetiladi-da. Bu o'zi ma'lum, hamma narsasi ma'lum. Masalan, tuxumdan chiqqandan erta chiqadi bu. Endi bu og'ir vazn.
Bu kamida iloji bo'lsa shu 18, 17, 18 oy. Xo'rozni urishtirmoq kerak. Nimaga? Sababi suyak qatmog'i bo'ladi, yiligi qatmog'i bo'ladi. Agar jo'jalar tomosha qilib davom ettiramiz fikrimizni. Kecha ham bir muxlisimiz, ukamiz Telegram guruhdan yozib turibdi-da. Shu jo'jamizni bekorchi qilgan edik. Shu oyoqlari nima bo'lib turibdi, unday bo'lib turibdi, bunday bo'lib turibdi degan gaplar. Agar yosh jo'jalar bo'lsa, endi men avval ham aytganman, hozir ham aytaman, o'zimni tajribamni aytaman-da. Yosh jo'jalarni hali suyak qatmagan, yiligi qatmagan. Agar yaxshi narsa bo'lsa, bu o'zini zarbasini o'zini mayib qilib qo'yishi mumkin-da. Aka-ukalar. Shuning uchun iloji boricha urishtirmaylar. Sabr qilish kerak. Suyak qatsin. Avvalroq shu gapni aytsam, suyak qatsin, unda desa, bir endi ko'p vaqt bo'ldi. Bitta muxlisimiz desak bo'ladimi yo bir xullasda shunda bittasi guring aytgan edi. Biza 12 gacha 2 ta 3 ta g'alaba qilib qo'yamiz de. G'alaba qilaverasan, zarbasi yengil bo'lsa. Jo'jalar agar zarbasi og'ir zarbali konkretniy narsa bo'lsa, o'zini zarbasini o'zini oyog'i mayib bo'lib qoladi. Aka-ukalar. Nechta jo'jalarni zayolaverganmiz. Masalan, bu setkadanmi bir narsadan chiqib, agar setkada urishib qolsa bir-biridan, uni aytmam. U tamom hech qachon kala bo'lmaydi. Masalan-da, chiqib ketib setkadan urishib qolgan hollari ko'p bo'lgan, unda ko'p jo'jalarni zayolab tashlaganmiz. Shuning uchun ham hozir e'tiborli bo'lamiz. O'ta joylarini ham mustahkam qilib, shtobi bir-birini chiqib ketib, setkadan urishib qolish yo'llarini oldini olganmiz. Xudoga shukr, ko'p vaqtlar bo'ldi, bunday holatlar kuzatilmay turibdi. Endi bu bir yosh jo'jalarni urishtirmoq kerak. Endi urishtirgandan keyin ham, masalan, davrada o'ynagandan keyinki nimada xo'rozlarda ko'p kala bo'lmasdan o'lib ketishi, kasallanib qolishi, har xil yuqumli kasalliklarga chalinishi. Buni oldini olish uchun, masalan, shu davradan sirazi o'ynab bo'lgandan keyin sirazi aroq bilan ham yerlarni serib verishimiz kerak-da. Shtobi shu narigi naparnik xo'rozdagi yuqumli kasalliklar yuqmasligi uchun og'zini ishlari bilan birga bir cho'pga dekani o'rab, aroqqa botirib, ichiga ketirib yubormasdan shu aroq bilan yuzlari, og'zini ichlari yuvib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bu yarani tez bitirishi, hissa qo'shadi, har xil yuqumli kasalliklarni naparnik xo'rozdan yuqishini oldini oladi, aka-ukalar. Bu urishib turgan xo'roz sog'lom bo'lgan bo'lsa ham, bu har xil kasalliklarni boshidan o'tirgan bo'lsa, bu kasallik tarqatuvchi hisoblanadi. Bu sirazi sizni xo'rozingizga yuqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu shu aroq bilan yuvib yuborish, bu shularni oldini oladi. Endi fikrimizni kichkina jo'jalarni tomosha qilib nima qilamiz? Hozir bularni qamiymiz. Qamondan keyin kichkina jo'jalar chiqaramiz. Kan, вперед. Иниңа кел, иниңа. Kan. Вперед. Давай. Давай, кораңа кел.
Aha. Ha, kökeler, mana shunaqa gaplar, mana kichkina partiyamizni ham chiqardik. Bu ikkinchi partiyamiz, aka-ukalar. Bular hali yaylovga judayam bir o'rganishmagan, shuning uchun o'zini chetga olib, havo salqin bo'lib turibdi, ozgina, ertalab aka-ukalar. Shuning uchun ham jo'jalar ozgina junjikibroq yuribdi. Mavzu ham qayerga kelgan edik, shu aroq bilan yuvib qo'ysak, shu xudo xolasa yallig'lanish, har xil kasalliklardan saqlaydi. Keyin Liamikol moz bor odam aptekasida, buni ertalab kechqurun surtib turasiz. Aka-ukalar, urushgandan keyin xo'rozlarni endi shu e'tiborli bo'lish kerakda judayam. Endi o'ta kuchli zararlangan bo'lsa, pix yegan bo'lsa masalan kuchli, buni 1 gram linkomissin odam aptekasidan to'shidan ukol qilib qo'yamiz. Nimaga? Sababi bu parrandada masalan shu urushgan xo'rozda yallig'lanib bir har xili shu yomon asoratlarga aylanib ketishni oldini oladi. Linkomissin urib qo'ysak. Menimcha hamma narsani aytdik o'xshaydi. Qolib ketgan narsalar bo'lsa beayb parvardigor aka-ukalar. Ey, o'zingni bos. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Yosh jo'jalarni urushtirmaymiz iloji boricha. Shu Liamikol mozni ko'p aytaman aka-ukalar. Bu judayam zo'r narsa. Masalan, miyasi ochilib ketdi deydi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shu Liamikol moz judayam zo'r moz shu. Miyasi ochiladimi, boshqami? Shu bekor chiqarganingizdan keyin sirazi aroq bilan yuvib surtib qo'ying, ko'rasiz. Bir kunda bitib ketadi. Hech qanday bo'lmasa o'zi shunday tashab qo'ysangiz, basharasida qon qotib qolib, tagidan yiringli ko'rinishlar judayam yomon oqibatlar bo'ladi aka-ukalar. Endi bularni qolmaymiz. Endi ko'proq yurdi, endi bu yerda hozir men videoni pauza qilib olib turibman. Где-то keraklicha yurdi. Endi kattalardan chiqarishimiz kerakda, ko'nkizib ketmasdan buni. Вперед, Коран. Давай. Endi chubotini ham qo'yamiz maydonga. Давай вперед. Qishqirib ber. Молодец, ömring uzoq bo'lsin. Aka-ukalar, tovuqlarimiz. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz, aka-ukalar. Endi kanalimizda yangi odamlar bo'lsa, masalan, Farhod TV kanalimiz hozircha 2 haftalik blokka tushib qoldi. Xo'rozlarni qishqirtirib yubordikmi? Xullas buni Chempion TV guruhi nimaga, kanaliga
Chempion TV, Lider TV kanaliga qo'yaman. 3 ta kanalimiz bor. Xullas. Farhat TV kanalimizda 6000 dan ziyod, Chempion TV'da 5000 dan ziyod obunachilarimiz bor. Lider TV'da 1500 dan ziyod obunachilarimiz bor. Xullas kelam hozir Farhat TV 2 haftadan keyin ochiladi. Aka-ukalar, bu nimada Chempion TV kanalimizda 1 yildan beri faoliyatini to'xtatib turadi. İşga tushdi. Ochtirdik. Evvel yapılıp qolgan kanalimiz. Xullas. Endi muxlislarimiz bu xo'rozni Chempion TV'da ko'rmagan bo'lishi mumkin-da. Evet, kuzatadigan muxlislarimiz şu an eslatib o'tamiz. Bu Samarqanddan kelgan Chubatu, zoti Chubatu, brazilskiy Chubatu, laqabi Tuman. 6 ta g'alaba qilgan Samarqandda. 3 ta knockdown, 1 ta poteriya. Ya'ni halollab qo'yganlar davrada xo'rozni. Xullas kelam. Bu zotga kelgan, yana qaytib ketadi egasiga, xudo xolasa. Mana shu makonlarimizga qo'shdik. Bu yerda endi tovuq tarafim, xo'roz tarafim juda ham kuchli bo'ldi-da, xullas. Qop-qora narsalar beradi endi, xudo xolasa. Buni ertagi jo'jalardan niyatimiz dekabrskiy, yanvar, dekabr, fevralskiy jo'jalardan xudo xolasa olib olsak. Mana shunaqa gaplar aka-ukalar. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'tinglar. Foydali kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'rozingizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Buni qanot quyruqlari u ado bo'lgan buni. Nerda xo'roz bo'lsa olib borib ushtiraverganlardan buni. Endi xudo xolasa kuzakda chiqadi. Telegram guruhning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman aka-ukalar. O'tinglar, foydali. Siz uchun foydali kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin degandik. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.